Hozir ustozlarim bilan, menejerlarim bilan ishlayapmiz bu narsaga. Hozir birdaniga birinchi jangim To'xtar bilan bo'lishi mumkin emas. Hozir yaqinlarga vaqti hozir ro'zadan oldin yoki ro'zadan keyin janglar bo'ladi. Ikkita, uchta jangdan keyin deb aytishyapti. Inshaalloh обязательно mana shu 2026-yil jang bo'ladi. Mana shu 6 oylardan keyin yoki 4 oydan keyinmi обязательно bu jang bo'ladi. U Amerikaga borib pis qilib ishlab kelsin, tayyorgarlik ko'rib kelsin, Yusuf Bayislar bilan biz udarnik ko'rsatamiz inshaalloh. Abi akam aytdik, men udarnikman deydiki, o'sha payt ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, o'ziga yaxshimisizlar? Sapernik kim bo'layotgan deb qiziq qolibsizlar inshaalloh. Aniq bo'lgandan Telegram kanalimga tashlayman va yana tirnoqga qanaqa bo'ladi, podgatovka qanaqa bo'ladi, Instagram storydan ko'ra Telegramga videolar tayyorlagan osonroq. Inshaalloh podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, men sizlarning yuraklaringizga podpisatsiya bo'lganmanki, gap bo'lishi mumkin emas inshaalloh. Sizlar shuncha kutganga yarasha chiroyli jang ko'rsatishni inshaalloh harakat qilamiz. Telegram kanalim o'zimniki. Qanaqa feski narsalar tayyorlanmaydi unaqa. Kirib qo'yinglar, unaqa qilib qo'yinglar. Qanchadir sizlarga pul o'tadi degan narsalar yo'q, uni sakadisiga mojiki. O'zingiz ehtiyot qilinglar inshaalloh, bilaman sizlar. 5 yoshgacha onani sutini yemagan bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Mana jangimiz ham aniq bo'ldi. Bu borim bilan bo'lmaydi. Uni tashkillashtirishadi ro'zadan keyin. Xudo xolasa, lekin 1-fevral kuni debyut jangimni qilaman. Hali sapernik aniq bo'lgani yo'q. Akam yutqazib qo'ymang, jalla 10 million tikib olmas sizga deb. Ko'zingizga tiqing 10 millionni, shunday. Probka qilib, shunday uring tampon qilib chiqmasin. Menga aytsangiz ham orqasiga oyoqda ham uraveraman. Nimadir qilib tikib, mikib qilyotmaymiz ham, qimor-mimorga qo'yayotmang. Ladna? Sizlarni tushuntirib qo'yaman sizga men. Qimorga, mimorga, вообще biz uzoqroq dalil o'tganmiz, radnoy biz unaqa narsalardan. Brat.